Bitada o'xshab chiqadigan yumshoqqina medoviyni sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Krem uchun hamma mahsulotlarni yaxshilab qumog'i qolmaguncha aralashtirib olamiz. Keyin gazni yoqib, quyilguncha tinmay aralashtirib turamiz. Asal, sariyog', chayni sodani solib, rang kirguncha aralashtiramiz va teyini o'chiramiz. Alohida idishda tuxum, shakar, razrihitelni oppoq bo'lguncha aralashtiramiz. Keyin asaliy massamiz bilan bitta qilib, ozgina-ozginadan un solib, qizib turgan duxovkada 12-15 minut davomida pishirib olamiz. Tayyor sovigan kremimizga suvshonli moloko solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Pishgan qo'shlarimizni teng-to'g'ri bo'lakga bo'lib olamiz. Oldin 2 bo'lakga, keyin yana uni 1 bo'lagini o'rtasidan bo'lamiz va ketma-ketlikda shunaqa qo'sh krem qilib tortimizni yig'ib olamiz. Ustini chetidan chiqqan urvoqlari bilan yasatib, shu bilan mazza qilib yeb olamiz. Shunaqangi yumshoqqina mazali bo'ladi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar.